Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Bizning o'rta 50 kilovatlik obyektimiz mana bitib qoldi. Hozir men panellarni o'rnatish jarayonida ko'rib turganingiz uchun joylashtirib berganmiz. Graduslarni joy-joyida qilib. Graduslarni 30 gradusdan yotib qo'yib berganmiz. Bu yoqda 17 tadan 4 qator, tepaga 2 qator, pastga 2 qator 17 tadan qo'yganmiz. Pastiga mana bu yoqda 10 ta qo'yib berganmiz. Jami 87 ta Haymi Xson panellardan o'rnatib berganmiz. Ishga tushgandan keyin yana bir generatsiyasini ko'rsatib o'tib ketamiz.